kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur. Ya'ni inson hayot davomida katta gunohlarni qildi, ko'p qildi. Endi Alloh meni kechiramikin deb noumid bo'lmasin. Aniq umid qilsin. Alloh kechirib, kechirishligi emas, yana ana shu gunohlarni savobga aylantirib qo'yar ekan. Faqat kechirish emas, ham kechiradi va shu qilgan gunohlarini qiyomatda savobga aylantirib qo'yadi. Yana qanaqa marhamat kerak? Ya qanaqa umid kerak yana banda uchun? Hadis qudusiyda Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman." Nima degani bu? Bandam men haqimda qanday gumonda bo'lsa, men shunaqa bo'laman. Alloh meni kechiradi deb gumon qilib umid qilsa, kechiraman deydi.